Do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga uzundan buyon yoshirib kelayotgan bir maxfiyatligimni oshkorligim kelib qoldi. Amaliyotda men eng dastlabda ekran chiqqan vaqtimda tomoshabinlar meni damalliqqa qabul qilamagan. Mundaqcha qilib aytganda, men to'g'riliq xili ko'p inkoslar tushgan. Chunki riyosatchi tilga ilinganda nurg'un kishilar chiroy turqi qamlashgan, ko'zlari cho'ng, aymi qoshliq, oy yuzlik bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Ammo menda nadimi cho'nglarimiz ta'riflab kelgan buloqdek ko'z, o'ymoqdek eg'izlar bo'lsin. Shu yangi ekran chiqqanda nurg'un kishilar bu qiz mush chiroy bilan qanday qilib riyosatchi bo'lib qolgandi deb meni qabul qilolmabdi ekan. Hozir o'ylsam shu chog'dagi rahbarlarimga, kasbdoshlarimga boshqacha hurmat va minnatdorlik tuyg'usiga cho'milaman. Chunki ular men to'g'riliq tushgan taklif-fikrlarni menga izchil bildirmagan. Aksicha mening o'z xosligim va uslubim bilan riyosatchilik qilishimga izchil madad ilhomlarni berib, mening kasb jihatda texnik yaxshi ilgarilishimga yordam qilgan. Shu men pishib yetilish davomida salbiy fikrlarni ancha ko'p anglamagan. Men kichkimdan o'rganishni yaxshi ko'rardim. Tirishchan edim. O'zimga qattiq talab qo'yatdim. Shunlashqimi boshlang'ich o'rta maktab va oliy maktablarni a'lo natija bilan bitirib, Xinjiang televiziya stansiyasiga xizmatga tushdim. Balliq vaqtimdan boshlangan men izchil hamroh bo'lib kelgan tirishchanlik va ishtihodlik shundaqla 3 xil tillik bo'lish ortiqchiligim bilan xizmatga tushgandan keyin mening yuzimni yo'riq qildi. Men izchil bir riyosatchi bo'lishga tegishli kasbiy bilim, universal safani hozirlashga tirishdim. Riyosatchilik yo'limda to'xtamay izlandim. Xoslik va uslubga ahamiyat berdim. Odimiylikni birinchi o'rin qo'ydim. Yangilik yaratishga jur'at qildim. Ko'rmanlar yaxshi ko'radigan, harduqin chiqadigan programmalarni ishlashga tirishdim. Japonning tegi rohat degandek, asta-asta ko'rmanlar meni qabul qildi. Yaxshi ko'rdi, bara-bara men riyosatchilik qilgan programmalarni suyib ko'radigan bo'ldi. Amaliyotda hammamizning chiroyli bo'g'imiz bor, ammo chiroyli bo'lman debla bo'luvaqil bo'lmaydi. Ammo qanday qilamiz? O'zimiz suygan kasbdan chiroyimiz sababli voz kechamdik. Men o'zimni dal buning tipik misoli deb o'ylayman. Meningcha kasb jihatda tirishish, izlanishdan boshqa yangilik yaratishni o'zimizga hamroh qilsak, shundaqla odimiylikni, kasbiy axloqni, fazilatni birinchi o'rinda qo'ysak, shundaqla xosligimizda o'zimiz bo'lib yashashda ching tursaqla, hamon natija qozona oladi ekanmiz. Men shuning ishlamanki, riyosatchilarda cho'qim boshqalarga o'xshamaydigan xoslik bo'lishi kerak ekan. Shu xoslik bilan o'zimizga yarasha uslub yaratganimizda xalq bizni qo'sh-qo'llab qabul qilgan, yaxshi ko'rgan. Mana riyosatchilik kasbi bilan shug'ullanayotganimga to'g'ri 18 yil bo'ldi. Men hamisha meni bugunga ulashtirgan, bugunga gulshan qilgan ko'rmanlarimizga, qo'llag'uchilarimizga ko'p qarzdor ekanligimni his qilaman. Chunki ularsiz mening bugunim bo'lmaydi. Meni manfiyat qabul qilgan, meni qalbidan muayyanlashtirib e'tirof qilgan, pishib yetilish davomida har vaqt meni qo'llab, yenimdan ayrilmagan shu ko'rmanlarimizdan men cheksiz minnatdor. Shunlashqimi ko'rmanlarimiz uchun qilgan xizmatlarimning texi ko'p ekanligini, ularning men uchun qilganlariga men texi hech qancha javob qaytara olmaganligimni har vaqt o'zimga eskartib turaman. Bugunning, yoshlikning, hayotning takrori bo'lmaydi ekan. Ammo sekinda bir kun ortiq turdi ekanman, zimmamdagi bu xil burush va mas'uliyatni cho'qim kuchimning yetishicha ado qilman. Huzuringizga texmi nodir ijodiy asarlarni sunib, mendan kutgan umidinglarni oqlashga tirishman. Eng oxirida o'zim eng yaxshi ko'radigan bir jumla so'zni sovg'a qilay. Men sizga havas qilman, lekin yanada o'zim bo'lib yashashni tanlayman.